E? Eshitdinglarmi? Kimdir eshikka ochdi. O mana. Yo, brat, keling popkorn yeymiz. Kirib ketadi. Qarg'alar. O'tsa qaraylik. Marg'ilonning yo'liga. Marg'ilonning yo'liga. Yetib kelsa mast bo'laylik. Yo bolalar, hammaga salom. Glitches kanaliga xush kelibsizlar. Bugungi videomizda sizlar bilan The Boilet 1 o'yinini o'ynab ko'rishga harakat qilamiz. Bu o'yin izohlari yomon. Nima reytingi ham 3 nechidir? 3.9 bunday shunaqa hozir ko'ramiz. Qanchalik ekan, lekin ko'rinishi menga yoqqandek tuyuldi. Hozir sizlar ko'ramiz. O'sha bugun avgust 2003-yil Sekiro bir kuni tunda tinch juda tez nima qilyapman. Ular sen uchun kelishadi deydi oxiri. U sen uchun keladi dedi. Birinchi tun. Xo'p, bugun o'zi juda ko'p video yozib oldim. Yakshanba kuni bo'ldi. Rahmat, yakshanbadan kuni. Xo'p. Любой местda paydo bo'ladi. Seni maqsading tirik qol. Qo'lingdan keladimi deydi. Xo'p. Menimcha kimdir nima eshikka. Eshik oldi borsang o'zi ochilar ekan. Shunda o'yin vijvaniyami? Da. O'yinda baglar ko'p bo'lsa kerak qani. Voy. Xayrli kech. Men bu yerda qorong'u, sen uyingda timan bir narsani sezyapman. Siz ham buni sezyapsizmi? Ha, men sezyapman. Men buni qilishim kerak. Yo'q, men hech qachon sezayotganim yo'q. Siz ishonchingiz komilmi dedi. Men hozircha hech qachon sezganman. Hattoki bu hissiyotni his qilmayapsizmi? Ehtiyot bo'ling va Bibliyani qo'lingizda ushlab yuring. O'zga ish janobni nima himoyasiga ishoning deydi. Rahmat ota, lekin men ehtiyot bo'laman. Men senga ishonmayman deganim. Men senga ishonmayman. Sen? Xullas, bizga aqllilik chiqib ketdi, uyingda nima bo'lyapti? Xo'p, birinchi zadaniya. Atalab yomon nimalarni. Birinchi gitarani nima qilishimiz kerak? Radioni tuzat va g'alati ovoz eshitdim hozir. Lekin chalsak hozir g'alati emas ekan. Wo. Ya, kech personajimiz sakrarkan. Bunaqa qilsa tezroq yugurar ekan. Xo'p, radioni tuzat. Radio qayerda endi? Men cho'chityapti. Nimadir navoz olyapti. Ekran shunday ko'zimga yaqin hozir. Bu vanna keyin oxirida bo'ladi aniq. Mana o'zi bu. Bolalar, video tagiga like bosib kanalga obuna bo'lib qo'yinglar. Meni aytishim chiqibdi, o'zinglar ham bilasizlar, to'g'rimi? O'yinni qimirlash menga yoqmayapti. Cho'ta bor, bu yerda nima bor? Voy, ikkinchi tunga o'tdik. Bitta tun tirik qoldim, qo'yil. Menimcha уже nimalar ko'paveradi. Men borib tekshirishim kerak. Ishonch hosil qilishim kerak. Yo, bro, qani. Nima bo'lar bilan chapdan o'ngdan chapga qarab kelish. Menga ovqat bering, yeyishga nimadir bering deydi mana bu chol. Men seni ko'chada ko'rdim, men senga hech balo bermayman. Ikkitasi bor ekanda, hey, tepada. Rahmat, lekin men ochman. Aytayman. Rahmat, yaxshi odam. Men hech qachon unutmayman buni. Bro, to'xtang, sizga hali ovqat bermadim-ku. Qayerga ketyapsiz? Eshigimni ochib kirib kelyaptimi? Mana bitta. Popkorn tayyorla deydi.
Bugungi nima sel bo'yicha birinchiga solishim kerakmi shunda? Xo'p, yop. Tayyorlash ham g'alati ekan bor. Atmosfera ham g'alati bu uyda bor. 3 ta 4 tasini bitta qilib qolmayman ha. Oynani yop. Mana televizor ko'rib maza qilib yesa bo'l. Eshiklar o'zidan o'zi ochilishi menga yoqmayapti bor. Mana. Ne kirmayapti bu yoqqa. O'sha aytgandek bugun o'zi juda ko'p videolar nima qilib qo'ydim, lekin allaqachon anchasi montajdan chiqdi. Bu yaxshiman chiqadi. Yo'l yoqasida hech kim yo'q, boshqa hech kim uyi yo'q bu yoqda. Qanday zo'r a? Va biz boshqa tunga o'tdik. Hech bola bajarmasdan a. Hozircha o'sha ekranda turgan maxluqdan nima xabarim yo'q. Nimaga bu qo'limdagi bilan uxladim men? Yo bro, bilaman yana yoddan paydo bo'lasiz. Ya sizmi birinchi kuni kelgan bratki bu. Yana bir bora xayrli kech mening o'g'lim. Men senga qandaydir oxirgi uchrashuvimizdan so'ng senda qandaydir o'zgarishni sezyapman. Yaxshisi ket. Men shunchaki bundan qo'rqyapman, lekin hech qanday nima degan yog'ini o'qiyamayapman. Xullas. Hech Bola уже men jin bo'lib qolyapman. Quloqim piu qilyapti. Nima ekan desam? Nima basen yashil rangda. Men ham jin bo'lib qoldi. Voy, mana. Qayerga qochaman? Ko'rdinglarmi? Yo'lim hozir oldimda paydo bo'lib qoldi. Bu narsa men qo'rqitish kerak edi. Ay, uyimga kirib olganda bu bor-ku. Yana popkorn tayyorlaymiz. Rahmat, bitta qo'limdagi bilan uxlagan ekanman. Lekin aytib qo'y, jimjit menga vashshi yoqmayapti bor-ku. Qo'rqqanda nimasidir sinsin-da xullas. Qulog'i sinsin. Eshitdingmi? Kimdir eshik ochdi. Mana. Yo, brat, keling popkorn yeymiz. Kirib ketadi. Brat. Bugatdan. Sizga popkorn beraman, hozir. Namsiz sekin qilmaysan, olib ber. Yesmi pop. Oynani yop deydi. Qiziq, nechta tun yashab qoldilar ekan mana? Nechta xonada oyna bor edi? Bu yoqda bor. Nima qulog'imga bor? Chuf urayotganga o'xshaydi. Yo'q. Va, 4-tunga ham o'tdim nihoyat. O'sha bizga biratan ko'rinishi boshlandi. Basseynni tozala, radioni tuzat, mushukni ovqatlantir. Mushugimiz ham bormi? Birinchi shahardagi basseyndan bosh. Niye bir safar darvoza eshik taqilgan haqida hech narsa bermadi-ku? Radio qayerda? Radioni tuzatib qo'yishchi bir marta. Qulog'imga urayotgan narsa radio bo'lsa. Yurgan yo'limda eshikni ochib ketyapti-da. Chiqmayman. Nima yeysan? Qo'limda paydo qoldi. Uyimga kirmasa bo'ldi bu. Radioni topishim kerak endi, radio tualetda turmasa kerak. Televizor. Xo'p, men tepaga chiqishga qaror qildim. Radioni izlab albatta. Eshik buzildimi? Menga farqi yo'q, mana shu turaveraman. Menga tuyulyapti shu. Mana. Bro, keling, uxlaymiz. Leyin men kelmayapti.
Rasm qara. Va tushunib turibman, bir kun eshik taqillatadi, eshik ochsak o'lamiz-da. Absolutno shunaqa. Qiziq, nima sakrashma bizni? Soat 5 bo'ldi ertalabki. 6 bo'lsa hozir keyin o'tamiz yana. Menimcha shu kundan kunga bu sal nima g'alatlashib ketyapti, lekin sal dindor odamga o'xshaydi bular bor. Xo'p. Turdik. Uyg'ondi. Eshikni taqallatyapti. Endi ochishimiz kerak eshikni. Deylik kim? Yo, brat, sizmi qalay? Xayrli kech. Bizda shunday xabar keldiki, g'alati bu rayonda g'alati faollik sezilayotgan ekan. Bu yerda hammasi yaxshimi? Biz ofitserga hozir nima bo'layotganini aytishimiz kerak. Menda bor savollar bor. Siz yaqin atrofda qandaydir g'alati faollikni ko'rdingizmi? Meni ortimda nimadir qilyapti. Siz ko'rdingiz. Uyingizga kimdir kirdimi? Qandaydir qizil va qo'rqinchli. Xo'p. Men nima qilishim kerak? Agar g'alati nimadir ko'rsangiz qoching. Brat, shunaqa tashlab ketaverasizmi? Menimcha shu kulminatsiyaga keldi. Qochishim kerak. Aytdim men sana. Ofitserlar tamomsan, ishon. Qochaman keyin. To'xtaladi. Birinchi qiladigan ishim o'zimni saqlashim. Buning uchun borib turib hamma oynani yopishim kerak. Mana kirish uchun nimadir izlayapti, aniq. Hamma oynani yopaman. Va senga tegmayman. Va sen suv bo'lib o'lib ketmaydi. Radio bu yoqda ekan, bor tem bo'lay. Yo'q. Bu yerda ham bor, nechta xona bor bu uyda? Oynalarni hammasini yopishim kerak. Mushugimga qarashim kerak. Bu mana bu yerda ikkita oyna ochiq, ikkita. Qiziq, necha kun yashaymiz? Oynalarni hammasini yopdim. O'ylaymanki, hech qanday sudralib yuradigan narsa uyimga kirmadi. Endi borib mushugimga qarayman. Mushugim qayerda? Mushugim tepada ekan. Hozir 1 soat qoldi. 1 soatdan keyin ertalab bo'ladi. Podzemiyniy ключ va yana shunday tush. Xuddi qayerdami? To'g'rida kimdir bor. O'ylaymanki, mana bu chekkalardagi joylarda qanaqadir nimadir yo'q. Menimcha tush ko'ryapti personajimiz. Shu haqida nimadir degandi. Yo, salom. Tuxum nima qilishdan to'xtadi deydi. Bu hammasi tush. O'xshang. Tush tugasa, bu bufer nima bilmayman. Hozir uyg'onaman. Keyin yana ko'rishamiz deydi. O'chir va ko'r. Jim versiya. Biroz kimsiz o'zi. Aytdim-ku, bu yerlarda hech narsa yo'q. Biz personaj uxlayotganiga chiqish. Xo'p, bizni birinchi absolut qiladigan ishimiz oynalarni hammasini yopib chiqishimiz kerak. Bugunning o'zida imindan shu ishni qilib chiqmoqchiman. Bolalar, plus nima gap? Aytdim-ku, bugun o'zi juda ko'p video olib tashladim. Bu yoqqa yashinsak bo'lar ekan menimcha. Video yozyapman deb. Bir 5-6 kun video olmayman keyin. Yo, qiziqsam olaverman lekin. Ko'rdinglarmi? Mushuk yo'qda uxlab yotibdi ekan. Chiqolmay qolamiz lekin, qocholmay qolamiz. Kimdir yoki nimadir hujum qilsa, absolutno yopiq. Bu yerda esalarni yopib bo'ldim. 6 kun bo'ldi уже. 6-kun yarmiga keldik.
Qarg'alar o'tsa qaraylik. Marg'ilonning yo'liga. Marg'ilonning yo'liga. Hidi kelsa mast bo'laylik. Mashina. Voy gip. Voy bunga ham kun kerak ekan. Mashinani kalti Jinursan. U уже uyimgacha kirishni boshladi. Bro, что это за tashab ketdi boy ofitser kelib bir tayinli ish qilib ketgan yo'q. Oy. Ha, qo'shni bo'lsang kerak-a? Notanish erkak. Xayolliki, men shunchaki uyingizni oldidan o'tib ketayotgandim. Uyni aytmayapti, mayli, o'tib ketayotgandim va nimandir sezib qoldim. Nega sizda chiroq yonyapti? Uyingizda chiroq yonayotgan ekan, men kirsam bo'ladimi? Yo'q, kiramaysan. Juda yaxshi. Shunchaki ehtiyot bo'ling. Bu hammasi tunda bo'ladi. Nima? Yo'q, hech qancha bir narsa deydi. Yo bro. Biz karatchi hech kim kirgizganimiz yo'q. Oynani yopaman birinchi o'rinda. Hammasidan oldin. Uyimning ichiga kirib bo'ldik-ku, lekin oyna yopib kunni o'tkazyapman-da. Tunni. O'shaning uchun oyna yopish menimcha eng imba ish bo'lsa kerak hozircha menga. Kunma kun o'tganimiz sari bizga mashinaning kalitini ochyapti. Yo bro, qalay? O'ltiriqbek. Uncha grafikasi g'alati bo'lishni qo'yinglar. Bosh qo'rqishi bo'ladi. Plus bola nimaga bu uyda mana bu bolalar uyi turib hozir shunga ahamiyat berib qoldi. O'zi personaj bolasi bormi? Ayoli ham yo'qqa o'xshab ko'rinyapti-ku. Xo'p. Popkorn tayyorla, oynalarni tozalaydigan достижениялар. Kirmi bu? Ha, kir ekan. Kirgizmani qoch. Qo'rqyapman borgan sari miyamgacha ta'sir qilyapti bor buni. Hozir 6 bo'ladi. Gaplashamiz o'shanda. Gaplashavuz, kelaverasiz. 8-kun. Уже g'alatilashib ketyapti kundan kunga bolalar. Bugun o'ynagan eng g'alati o'yinim bo'lyapti bor. Kimdir eshikni taqilatyapti. Yo bro, ochaman hozir. Santa Claus kelibdi. Wow. Ho, Rojdestvo bilan do'stim. Men senga nimanidir baxtni sovg'a qilish uchun keldim. Rojdestvo ruhi seni hech qachon o'ldirmaydi. Shundaymi? Uzr, agar dublajda ya'ni o'sha qilib gapirayotgan bo'lsam, u dublaj qilib o'xshamayotgan bo'lsa, kulmanglar yo kommentariyada yozinglar. Voy bo'lmayapti deb, chunki anu bir marta sinfda dublaj qilganimda sharmanda bo'lganman-da. Mayli. Men yangi yilni bayram qilmayman. Shunchaki eshikni yopib qo'ysak bo'lar ekan. Кто ты deb so'ramayman. Kim? Shunchaki qari Svetoynik. Senga baxt u yerda. Qayerda nima bir bola deyapti. Xo'p, mayli. Sen Santa emassan, sen shunchaki kostyumdagi nimasan. Bizi personaj nima bola? Hammaga nimadir kerak, hatto senga ham. Sovg'a, dars, kichkina kompaniya. Nima? Sen o'zi nima bu yerdasan? Santa hammani biladi, bolakay. Hammani. Yaxshi. Menga farqi yo'q dedi Zakrit. Ho, men ketaman va bola. Уже bor, nimasi bo'ladi? Bizi personaj недовольный personajga o'xshab tuyuladi-da bor. Уже qo'rqishdan ham boshladi bu narsa. Bu degani biz personaj o'lib ketsa hech kimga qiziqib bo'lmaydi keyinchalik. Hech kimi yo'q, hamma bilan urushadigan. Ko'rdinglar Santa Claus kelganda shunaqa baqirib haydab tashladi. Popkorn tayyorlab ko'ray. Kunni o'tkazish kerak, kechasi tunni. Biroq kechasi uxlasak
Biz pesaj kechasi faol bo'lib, kunduz uxlaydimi deyman. 52% bo'ldi. Ancha 2 yo 3 kundan keyin butunlay to'ldirib olsak kerak. Xo'p, qani bu yerni ko'raylikchi. Gaplashayotgan orqamda shovqin chiqib turibdi. Hop, balin. Bu pesaj ham o'yinda bor-ku. Hoy, kelishgan. Krasavchik Shirintoy bilan. Senda melashka nima bo'lardi? Ular yoqimtoy uchun shakar yo'qmi deydi. Qiz bolaga ovoz bermayman aytib qo'y. Albatta kiring. Kechirasiz, men chiqaman yoki kiring. Kirgizamizmi yoki chiqamizmi? Chiqamanmi? Begonaning uyga kirishi bu chiqish emasmi nima bu? Xolos. Kirgizmanda birinchi variant tushunib, ikkinchisi tushunman. Bu juda ham yomon, lekin men uncha ko'p qolmayman, to'g'rimi? Menga sen bilan bo'lish yoqyapti deydi onam. Sen o'z nimaga qolish xohlayapsan o'sam? Chunki sen menga yoqyapsan degan deb orqadagini ko'rib qochib ketdimi deyman. Bro, ikkalamiz nima qilardik? Astag'firulloh, astag'firulloh. Mana yomon narsaga bosh. Bor, vanna nima qilsam ekan? Bitta popkorn tayyorlayman-da. Uni endi bolasi. Bitta popkorn to'g'ri keladi-da, aniq mana. Bu yerda mashina bor ekan. Bizda yana bir bola kalitlar bor. Mashinaning kaliti, xo'p, holati brat 70% bo'ldi. Mancha endi 2 kun qoldi-yu, tugatishimga bor-u. Mancha oxiriga kelgan sari bir g'alati bo'lib ketyapman. Eshik taqillatsin, kimlardir gaplashib turib, jinni bo'lib qolaman. What the fuck? Kim chizdi buni? Xo'p. Yo, bra, ana qo'shni bu. Xayrli kech yana bir bora. Qanaqa ovoz bergandim menga? Bu uy meni intriguet. Qiziqtiryapti deydi. Nima xohlaysan? Sen meni qo'rqitishni boshlayapsan. Qo'rquv bu yaxshi reaksiya. Ammo qo'rquv asli payt qiladi, uni tushunmadim. Ko'zingni ochiq saqla. Senga nima, sen nimadan qo'rq? Chivo meni следует boyatsa, men nimaga qo'rqyapman? Siz hech qanaqa nima qilaman. Xullas, men qochib ketaveradi bular, Gitarada nima qil? Radioni tuzat, soatni tuzat. Davay soatni boshlaymiz. Soat yaqinroqda ekan desam pastdami? Yo'q, xo'p, pastga tushamiz endi. Aytadi. Qo'rqinchli o'yin yaxshi grafika bilan deydi. Ana kulib turgan qo'yadi, keyin qo'rqinchli o'yin yomon grafika bilan. Va, o'sha tushundinglar va. Endi spiral. Yanımda paydo qo'ygandi. Ancha oxirgi kun mana shu ko'rdinglarmi? Biling, u уже konkretniy bachalaga yopishni boshlayapti-yu. Biling, qo'rqqanimdan, cho'chayotganimdan nima deyotganimni o'zim tushunmayapti bor-ku. Miyam tushunmayapti o'zim nima deyotganimni. Buning iltimos. Otaxon yana kelibdi, o'zini otamiz deydi. Xayrli kech meni o'g'lim. Men ko'ryapmanki, sen kuchli bo'libsan va o'zingni qanday his qilyapsan? Bu yagona qo'rquv hissi. U seni o'zingni boshqarishga qo'ymaydi. Va bu nima deydi bu boy? Men buni qanday qilaman? Rahmat. Ammo yapastiraysiz. Yaxshi. Kuchli bo'l, farzandim. Xo'p, birinchi o'rinda popkorn tayyorlaymiz. Qoch! Yaxshimi, yomonmi? O'tkazarman hayotimni, men chidayman, achinmayman kunlarimga. Ishqilib. Hozir yonimizda turib, deb paydo bo'lib qolsa bormi? Men chidayman, achinmayman kunlarimga. Tem bo'la radioni tuzat degan ekan, gitarada o'yna demagan ekan. Yaxshimi, yomonmi? O'tkazarman hayot. Yes, babe, oldim mashina kaltini 12 tun aytgandik. 12 tun bo'ladi dedimmi, bolalar? Xo'p, mana hozircha tuzadigan syujetim 12-kun uchun gitarada o'yna, radioni tuzat. Plus jonim ham tegish boshladi. Mashina, Otva mana nima? Yana uyga qaytib keldik. O'yin qachon tugaydi?
Gitaramni tashlab keldim. Ustimdan kulyapsanmi? Ko'rinmas devor bo'lsami? Qo'shadi-chi. Ay, ona. Och. Kechirasiz, hozir shuk bitganmiz. Uzr, gitaram olmasa qaytmasligim kerak edi. Chiqish joy bor ekan. Foydasi bo'lmayapti, qanaq qochsa bo'ladi bu o'yindan. Tugatsa bo'ladi demoqchiman. Shunda o'lsam tugadim faqat. Пошел ты. Yutdim почти. Yutdim, bas qanday qochdim. Serios deb turganda baqirmasam bo'lmas ekan, bori bolalar. Uzr agar baqirayotgan bo'lsam. Bolalar. Xudoga shukr kimdir kelgan bo'lsa. Semiz brat. Bilaman, hozir bir kun mashinadan nimani o'zi kerak. Salom. Salom Lukas. Salom. Men Lukasman. Sizni qo'shingiz. Ikkita ko'cha naryoqda turaman. Menga g'alati tush ko'rdim. Gaplashib olishimiz kerak. Esing edimi? Mishta orzu. Muhim emas. Menga ishon. Ishonsam ishonmaysam, lekin men ko'rdimki sen sekin qorong'u chuqurlikka qulading va yakunda hech nimasiz qolding. Xo'sh. O'zingni yakunini kutish qanday ekan deydi. Lekin yakunda chiroq paydo bo'ldi va qochishga sen o'zingni gibelingdan qochding. Qanday? Men esimdan chiqarib qo'ydim. Axir bu tush, biz uni har doim esimizdan chiqarganmiz. Eslashga harakat qilaman. Menga yordam kerak. Men Jallod, ochman deb qochib yubordi bak. Menimcha Короче, ishim yo'q. Bitta joyda tursang quvlab kelyapti, uni endi bo'ladi. Soat past ekan, men yana loqqa o'xshab tepaga chiqib keldim. Вроде taksiga bor bolalar. Voy, taksiga. Bu shu uyimizga kirib bo'ldi. Qachon yig'ib bo'laman? 20 kun yashaymizmi, ha? Eshitib, keyin yomon qiladi. Bir gap bilan aytib bo'lmaydigan ishni qiladi. Ya'ni aytsa bo'ladi. Yosh bola ko'rsa yoki mana o'sha buzilib ketyapmiz, mavzudan uzoqlashib ketyapmiz bolalar. Foiz bo'ldi endi. Hozir bitta bilan 50 ta bo'lsa, keyin 50 ta bo'lmaydi bitta bilan. Menimcha 20 kun yashasak, hali 6 kun yashashim kerak. Keyin o'chib qolgan desa bo'ladi. Opa yana keldi. Bizni yaxshi ko'rib qo'ygan-ku, brat. Salom. O'sha gapni aytdi yana. Sen men sog'inmadingmi? Men senga bir qancha pechenye olib keldim. Yana nimaga bu yerdasan? Chunki men sen haqida o'ylashni to'xtata olmayapman. Senga qanaqadir kimdir sen haqingda qayg'uryapti. Menga hech kim kerak emas. Sen o'zingni g'alati tutyapsan. G'alati? Men o'lishim mumkin. Men gapingni oxirigacha o'qimasdan qochasanlar bile. Lekin rahmat, bir soat zerikarli vaqt. Ya'ni bir bo'lgunicha zerikib ketayotganim. Men odamlar bilan gaplashsam, u qadar zerikarli bo'lmayapti. Bu video немного yaxshigina uzun bo'ladi. Mashina turaman hozir aniq. 50% yaxshi. 3 tani tundan keyin to'ldiraman buni ham. Kimdir kelsin, bir o'zim zerikib qolaman. Rahmat. Mayli. Yangi bu safar. Kim ekan bu? Meni ayoli qanaqadir sabab bilan u umuman harakatlanmayapti. U umuman harakatlana olmayapti. Shoshma, Karla, nima bo'ldi? U shu kunlardan beri gapiradigan soyalar haqida menga jalba bo'lardi hozir. O'sha jalba qilyapti. Endi esa u harakatlana olmayapti. U sevgim va meni butun hayotim, chuvak. Voy, bu ужасный. Bu dahshatli, lekin nega hozir menga qo'rqinchli? Meni qadrli xotinim, meni barcha xotinining dardini kelib bizga aytadi.
Eshik olib yugurib kelsa ham bizdan ko'rmaydi. Asli gapiradigan gapim qara. To'g'risam-da. Yo, o'zim videoda ko'rsam, men hozir dublyaj qilyapman, bola, to'g'rimi? Nima deb, o'sha ovozini o'xshatishga harakat qilib. Yaxshi ko'rinadi, lekin nima qilsam ko'pincha maktabdan bir marta dublyaj shunaqa qilib nima qilmoqchi bo'lganimda sharmanda bo'lganman-da. O'zi ko'radi bu videoni 66% bo'ldi. Menimcha 2 kundan keyin уже bu narsani 100% qilamiz. Da bolalar, qani kimdir kelsin, gaplashaylik, bro. Rahmat. Oh, siz eslasizmi, brat? Men qaytib keldim. Va ochman, голодный. Nimadir ro'y bermadim oxirgi paytlarda. Men o'ylaymanki, hech narsa meni o'ldirishga harakat qilmayapti. Nega sen har doim ochsan degan savolim bor. Bilmadim, men tushimni esladim. Shuni aytmoqchimanki, bilaman. Kutib turing, nima bo'lgan. Men boshqa bir xohlamaydigancha. Uyingizda qanaqadir, uyingizni qayerindadir qulf bor, o'sha yoqda qurol bor. O'sha qurol zulmatni to'xtata oladi. No. Qurol bor deydimi? Bitta yo'lim bor, qurol qaytaradigan bil. Mana shumi? Aytayaptiki, zulmatni to'xtata oladigan qurol bor deydi. Qurol yo'q-ku bu yerda. Qurol qani? Nima bu? Men bu yoqda bo'lish mumkin. Oh, qayerdaman? Voy, onangni bolasi qoch. Pianino, nima bor pianino? O'chir. Topolmayman, короче. Birat qurol qayoqdaligini ham aytib ketmadingiz-da. Odam asabini o'ynab borasiz, siz ham semiz voy. To'nka. Men hozir mana shu qiynalib yurmasdim. Qurolni olardim, onangni ana bolani qiltirib, короче, kallasini, qizil kallasini uzib tashlardim. 79% bo'ldi. Biz dinamit yig'yapmiz, tim bo'la. Hozir oxirgi kun menimcha. Agar shunaqa bo'ladigan bo'lsa. Mashinada ham qochib ko'rdik, hamma narsa qilib ko'rdik. Eshak, oriq, manzil. O'yinchoqlar xonasi qayerda? Уже не надо boru. Tim bo'ling. Jonimga tegish boshlabdi. Nimadir bo'lgandan keyin hozir 20-kunni ham o'ynaymiz-da, bor. Necha kun qo'ygansizlar? Brat, razraботчик kallangizga oyog'im. Sizni birinchi hafta ko'rmay bo'lganimcha. Men bo'ldi tanidim. Biz allaqachon bu uyni jumboqlarini topdik. Men bilmayman nima haqida gapirayotganingizni. Bizni jim bo'lish seni qutqarmaydi deydi. Уже jonimga tegishni boshladi. Qurolni ham aytmay ketdi. Ana to'nka. Hozir mana bu keyin dinamitga ega bo'lsak nima bo'ladi? Tushundim, nihoyat topdim bu joyi. Bombit. Nimani bombit qilamiz endi, bombit qilib. Где-то kimdir taqalatish kerak buguncha desam. Portladi. Orqa uchun olibdi bori. Bu orqa ekan. Bitta qanoq qaydaman keyin. Yo'q, zulmat.
Voy! Xudoga shukr, 20 kundan boshlanar ekan. Sal endi nimadir qilish tushundim menimcha. Jonga tegding-ku, maxluq bo'lgan kallangga. Voy, mana tishqoq qilyapman shunaqa endi. Parol qanaqaligini esimga chiqarib qo'ydim. Parol qayerdan topamiz endi, biling. Kirib Xo'p, 21-kunga keldim, lekin nima desam bo'ladi? Parol haqida hech qanaqa nima ketgani yo'q. Agar bu birat hozir kelgan kimdir parolni aytib ketsa, Santa Claus! Oho, men seni ko'ryapman. Yana bir marta ko'r shu yerda. Rojdestvo senga nima bo'la deydi. Yana qaytdingmi? Yana nima qaytding? Ha, menda hammasi joyida. Men shunchaki charchadim va Xo'p. Yordam. Sendan men ketaman, lekin Rojdestvo har doim qaytadi deydi. Bu yoqqa kelmabman hali bor. Yo, bro. Yo, tegmasa kerak. Qaysi gapdi? Voy, bu qanaqa til bu? Ingliz tili emas u. Ular hojatxona. Qanday chiqib ketsam bundan? Ay, chuvak. Bu teleportatsiya qilyapti. Mayli. Qani bu kunni o'tkazaylik, balki nimadir toplar. Bermadi. Voy, o'lib qolaman. Xo'p. Parolni ayt, yaxshi odam. Sen nimaga bunchalik yopish olding? Senga yordam kerak. Nima balo bu? To'xta, menda ideya kelib qoldi, bu yerda emas. Uyga ko'raylikchi, parol bormikin? Mana endi bo'lasiz. Bo'ldi, короче, bugungi videomiz shu joyda tugaydi. Men hech balo topamadim yog'iga. Onasi emsan 1 soatdan oshib ketdi уже zapisam.